Shundan so'ng uch sharpa harakatlangan tomondagi tasvirlar sinchiklab tekshirib chiqildi. Mazkur xabarga asosan viloyat prokuraturasining tezkor tergov guruhi xodimlari kriminalistik texnika vositalari yordamida hodisa joyiga yetib borib, hodisa joyi ko'zdan kechirish davomida Qo'qon shaharining mahallalarini kameralashtirganligi bizga juda asqotdi. Chunki kameralarni yordamida biz kameradagi video yozuvlarni, analizlarni aniqlashda bizga asqotdi va mamnun. Tayinlangan ekspertizalar bo'yicha daktiloskopik ekspertizasining xulosasiga ko'ra jinoyat ishida gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan Mustafa Muhammadjon, To'yarov Farhodjon va Ochildiyev Sohibjonlarning barmoq izlari aynan qotillik alomatlaridan barmoq izlari bilan bir xil va mazkur jinoyatni aynan ular topgan. Farg'ona viloyat prokuraturasi Ichki ishlar boshqarmasining malakali jinoyat ishlariga chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, jabrlanuvchi marhum Faxriddin Xoliqov Qo'qon shahrining Qoq markazida hovli-joy qiladi. Hammaga ma'lumki, bitta uyni ko'tarish uchun 3-4 nafar ustalar tinim bilmay 6 oy